Zobek tumaniga kelganmiz. Bu yerda Salkovskiy va Nikitin elitniy mahallani o'rtasida turibmiz. Bu Oltintepa ko'chasi. Nimasi qiziq, bu tomonga o'tib ketsak Parkinskiga chiqib ketamiz. Bu tomonga esa Rublyovka magaziniga Xorosovga tushib ketsak bo'ladi. Ha, yechesidan chiqdi. Bu joyni arendaga olsanglar komissiya men olmayman sizlardan. Bu degani cho'mchak yiliga 9 ming, 8 ming atrofida pul qoladi. Remontga ham ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, pluslaridan aytib o'taylik. Atak nima qilamiz? Aytib ichini bitta ko'ringlar o'zinglar. Shunaqa tushib bo'ladi. Boshqa kiyim boshqa chiqarib o'tadi. Hozir mana yog'ni bitta qo'ydik. Hop, kirib mana plasetkamiz bo'ladi. Bir marta basayn. Bu tomonda transformatorga joy ajratilgan. Katalonga joy olib kampni qo'ysa bo'ladi. Endi piyoni chekib qo'yamiz. Birinchi tajribamiz shunaqa. Eng qiziq joyi mana balkon qo'yib turgan balkilar. So'kilda ham, ikkida ham shunaqa xolislikda polni buz tushib turib. Open space joylar o'zingizlar xohlagan proyekt qilsangiz bo'ladi. Bu polvonimizga tushib yo'l mashqqa ko'rinishda bo'ladi. Eng qiziq hozir ichkarisida ko'rsatma qilingan bo'ldi. Qaranglar, mana Petskiy xomov joy ajratilganidan oddiy ishlari qolgan. Ikki va uchinchi qavatimizda mana to'rtta xonadonimiz bor. Har bitta xonadondan ichida kirib ko'ramiz hozir. Mana chiqdik. Bu birinchi xonadonimizga kirib ko'rish ko'rsatib bo'ladi. Sanduqlar bor, bu yerda qo'yilgan kalinka bor. Yotoqxonamiz bor. Ichkariga bo'lib qaragan tomoni. Mana tarafda qo'shni dastur bor. Ikkinchi xonamizga ham kirdik. Ikkinchi xonamizda bo'ladi bizning koridor bilan. O'tdan xuddi shunaqa samolyotlar bor. Tualet, mana kabinka, restoranga joy qoldirilgan. Mana spalni joyimiz. Bu gastiniya. Gastiniya kichkina bo'lib olsa, lekin mana boqsangiz o'tirishadi. Bu tomon mana Salkovskiy. Oltintepa ko'chasiga qaragan bo'ladi. Atak ko'rsatib bo'ladi. Paxta nima ko'rsatib bo'ladi. Uchinchi xonadonimizga ham kirdik. Qo'limizda kattagina. Hop, xuddi shunaqa analogichni samolyot bor. Hop, birinchi xonamizda yotoqxona qo'ysa bo'ladi. Mana bu xona ham qo'ysa bo'ladi. Spalnimiz mana. Endi yana yoqqan gastiniya ko'rsatib bo'ladi. Bu esa to'rtinchi xonadonimizda bu ham xuddi shunaqa samolyotlar bor. Hop, bitta yotoqxonasi ko'rsatib bo'ladi. Xuddi shunaqa oshxona. Gastiniya. Ikkinchi qavatimiz ham xuddi shunaqa. Ko'rganinglar, vaqtinglarni olganim uchun rahmat. Agar kimlarga yoqqan bo'lsa yoki tanishinglar bo'lsa yuborib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Bundan ham qiziq obyektlarni ko'rish uchun sahifaga obuna bo'lib qo'yinglar.